Assalamualaikum hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqrammasını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Xitay təcavüzçiləri sünni idrak proqrammasını qo'llanish orqali Uyg'ur siyosatiga qarata qilingan tanqidni unumsiz qilmoqda. Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Ali Komissari Meshal Bachelet Şərq Türkistan dokladını e'lon qilish besimiga duch keldi. Kanadaning Birleşken Devletler Teşkilatı'da turishliq bosh elchisi Bopri Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik huquq Ali Komissarini doklad e'lon qilishga chaqirdi. Döndü tafsili mazmunlarını diqqətinizə sunumuz. Xitay Sünni idrak proqrammasını qo'llanish orqali Uyg'ur siyosatiga qarata qilingan tanqidni unumsiz qilmoqda. Washington vaqtining 24 avgustdagi xabariga qaraganda, Amerika Tashqi ishlar ministrligining chorshanba kuni ommaga oshkorlagan bir dokladida ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Uyg'urlarga qarata bostirishiga aloqador dokladga qarshi turishni maqsad qilgan Sunni idrak tarafidan borliqqa keltirilgan saxta ko'rinishlarning qo'llanishini o'z ichiga olgan yer shari ta'sir ko'rsatish kuchiga ega saxta tashviqot faoliyati ilib berilmoqda. Xato uchurga qarshi dunyoviy markaz Global Engagement Center'ning dokladidan qaraganda, Xitoy atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidagi Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat to'g'risidagi xalqaro munozirani irqiy qirg'inchilik yurgizmaganligiga oid hikoya va Xitoyni tanqid qilguvchilarni tanqid qilishga o'xshash usullar orqali aktivlik bilan kontrol ostiga olgan. Xitoyning atalmish Şinjan vaziyatiga qarata kishilarning diqqatini burash uchun elib berayotgan bu tirishchiliklarga qaramay, mustaqil axborot vositalari, akademiklar va kishilik huquq faoliyatchilari Xitoyning millionlarcha insonni turmaga tashlaganligi va qiynalganligiga oid ishonchli faktlarni, sonliq ma'lumotlarni o'z ichiga olgan dokladlarni e'lon qildi. Xitoy elchixonasining bayonotchisi Liu Pengyu atalmish Şinjandagi majburiy emgak va irqiy qirg'inchilik to'g'risidagi ayblashlarning Xitoyga qarshi kuchlar tarqatgan yolg'on tashviqot ekanligini, bu tashviqotlarni Amerikaning tarqatayotganligini, atalmish Şinjandagi Uyg'urlarning baxtli yashayotganligini, Xitoyning tarqatayotganlarining atalmish Şinjanning haqiqiy ahvoli ekanligini aytdi. Çarşamba günü e'lon qilingan dokladda xabarchilarning ilg'or sunniy idrok qo'llanadiganligini, o'qituvchilarni miqtirish uchun vakolatcha ishlatib, raqamli davlat halqigan bostirish, hiyla ishlatish va tor hujumi qatorliq vositalarni qo'llanganligini, qarshi bayonlarni, suiqasd nazariyasini va munosabatsiz xabarlarni qo'llaydigan tashviqot tarqatganligini aytdi. Dokladda aytilishicha, Xitoy hukumatining ijtimoiy taratquv hisobotlari davlatga chetishliq taratqular, shaxsiy hisobotlar va mashina odam bot gruppasi bu faoliyatga yordamlashgan. 2021 yilning o'ttirlarida 300 dan ortiq innovatsiz hisobot Uyg'urlarning Xitoyning irqiy qirg'inchiligini rad qilgan necha ming soatdan ortiq sinalg'i lentasini to'rga yo'llagan. Sillarning ko'pinchisi kontrol qilingan Xitoy tor bekatlarida borliqqa kelgan. Andan YouTube va Twitterga tarqalgan. Xitoylar yana mashina o'rganish programmasi deb atalgan Style programmasi ishlab chiqargan rasmlarni ishlatib, real arxiv rasmlarni saxta hisobotda qo'llanishni modaga aylantirgan. Bu saxta hisobotlar ayblangan atalmish Şinjandagi vahshiylikning Amerika va uning ittifoqdoshlarining to'qilmasi ekanligini o'tirg'a qo'ygan. Amerika ovozining 25 avgustdagi xabariga qaraganda, yaqinqi yillardan buyon Twitter va YouTube qatorliq bir qism Amerika ijtimoiy aloqa shirkatlari davlat kontrolidagi axborot hisobotiga belgi qo'yishga boshladi. Shundaqla Xitoy hukumati bilan munosabati bor deb gumon qilingan saxta hisobotlarning o'chirilganligini e'lon qildi. Xabarda aytilishicha, Bosh ministerimiz Salih Xudoyor Efendi Xitoyning xato uchur tarqatish faoliyati yolg'iz atalmish Şinjandla emas, balki Xitoyning boshqa rayonlarini ham nishon qilgan. Xitoy ishg'ol qilib olgan Sharq Turkiston, Tibet va boshqa davlatlarga aloqador pakt bilan munosabatlik jamoat fikrini aktivlik bilan kontrol qilib keldi. Biz bu dokladga asosan Amerika hukumatining Xitoyning Sharq Turkiston bilan aloqador paktlarni kontrol qilish tirishchanligiga taqobil turish uchun konkret tadbirlarni qo'llanishini, ijtimoiy aloqa uskunalarga besim ishlatib, Beijingning raqamli tor bekatlarini ishlatib, Xitoyni tanqid qilguvchilarga aloqador xato uchur tarqatishni va tor hujumi qo'zg'ashini to'sqinlikqa uchratishini, Sharq Turkiston surgunda hukumati va Sharq Turkiston milliy uyg'unish harakatini o'z ichiga olgan Sharq Turkistonning aloqador o'rinlarini qo'llash orqali Xitoyning yolg'on bayonotlariga, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga aloqador faktlarni yo'qotishga qarshi turishni umid qilamiz dedi. Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Ali Komissari Meshal Bachelet Şərq Türkistan haqidagi dokladini e'lon qilish besimiga duch keldi. Reuters agentligining 25 avgust kunidagi xabariga qaraganda, Meshal Bachelet payshanba kuni kelar hafta 4 yillik vazifasi oxirlash oldida uzundan beri e'lon qilinishi kutilgan dokladni e'lon qilishdan iborat va'dasini o'rinlashga tirishayotganligini aytdi.
Dokladning nima uchun hozirgacha e'lon qilinganligi haqida so'ralgan savolga ziyoratga aloqador dokladni injiklash, yangi uchurlarni birlashtirish uchun vaqtga ehtiyoj bo'lganligini aytdi. 3 yildan beri e'lon qilinishi kutilgan dokladning necha oy ilgari e'lon qilinishi va'da berilgan, ammo Chilining sobiq prezidenti Michelle Bacheletning oxirgi axborot e'lon qilish yig'inida qat'iy va'dasining bo'lmasligi fuqarolar jamiyati guruhlarining Xitoyga qarata yumshoq pozitsiyasida bo'ldi degan ayblashiga sababchi bo'ldi. İnsan Hakları Gözetiş Teşkilatı'nın Xitay direktori Sofia Richardson, Şarkı Türkistan'da yüz beriyotgan vahşiliklarga selishtirganda Bacheletning qarshilig'ining yetarsiz ekanligini aytdi. Amerikaning Janvadagi kishilik huquq bosh elchisi Michelle Taylor dokladning e'lon qilinishini talab qilib, ahvolning dunyoning mustaqil va samimiy bir shaklda hisob so'rashiga haqliq ekanligini aytdi. Bachelet payshanba kuni 40 shtatning imzosi qo'yilgan dokladni e'lon qilishni talab qilgan bir parcha xatni topshirib olganligini, ishxonasining bu xil besimga javob bermaydiganligini, dokladni e'lon qilmaslik to'g'risida qattiq besimga duch kelganligini, bundaq besim ostida balki dokladni e'lon qilmaydiganligini yoki nashr qilishni to'xtatadiganligini aytdi. Bachelet ishxonasining e'lon qilingan dokladni aloqador bir davlat bilan o'rtoqlashmasligi normal ahvol bo'lsa-mu, kishilik huquq guruhlari buning mazmunini Xitoy shakllantirishidan ansiraydi. Şarkı Türkistan sürgünde hükümeti Twitter hesabıdan biz Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Komissarı Michelle Bachelet'nin yakında e'lon qilmoqchi bo'lgan dokladida Xitoyning Şarkı Türkistan'dagi Uyg'ur, Qozoq va boshqa Turkiya xalqlariga yurgizayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb ayblishi va tunishini talab qilamiz dedi. Baş ministerimiz Salih Xudoyor efendimi Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet'ni Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq turkiy millatlarga qarata yurgizayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb tonigan kuchlik bir doklad hozirlashga, shundaqla Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi, Xalqaro adolat mahkamasini davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni tekshirishga, Xitoy davlati Xitoy katibashlarini jinoyatiga mas'ul qilib surishti qilishga chaqiriq qilishni talab qildi. Kanadaning Birleşken Devletler Teşkilatı'da turuşluq baş elçisi Robert Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq boshlig'ini uzundan buyon va'da qilgan Sharq Turkiston dokladini e'lon qilishga chaqirdi. CBC xabarlarining 25 avgust kunidagi xabariga qaraganda, Kanadaning Birleşken Devletler Teşkilatı'da turuşluq baş elçisi Robert Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq boshlig'ini Xitoyning atalmish Şinjandagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga aloqador dokladini e'lon qilishga chaqirib, dokladni e'lon qilmaslikqa bahona yo'q. Uni kontrol qiladigan birdan-bir odam u. Bu uning dokladi. Meningcha, Xitoylarning kuchlik vakillik qildiganligiga aloqador savollar yo'q. Ammo kishilik huquq komiteti qaysi bosqichda bu adolatsizlikni, bu irqiy qirg'inchilikni sodir qiluvchilarga yo'l qo'yamiz deydiganligini bilmayman. Biz ularning dokladni ko'rib chiqishi, baho berishi va tekshirishiga yo'l qo'yamiz. Ularning inkosidan keyin e'lon qilamiz. Bu mustaqillikning qaysi darajasini aks ettirdi? Men toza aniq bilib ketammadim. Meningcha, dokladingiz bo'lsa, dokladni e'lon qilasiz, ishni o'rindaysiz, dedi. Xitoylar gerçi har qanday shakl va har qanday ko'lamdagi qarshiliklarimizni bostirib o'talismi, yanada qarshilik qilishimizdan qattiq qo'rqadi. Qo'rqishning sababi tasodifiy g'olib kelish ehtimolligimiz emas. Qarshilik ro'yimizning yangilanib turishi, avlodlarga qarshilikning meros qilishi. Agar bizdan qarshilik chiqmay, bir-ikki avlod olmasa, shu holatga ko'nib qolamiz. Beslangan xalq ekanligimiz, Xitoylarning tajovuzchi ekanligi, bizning qarshilik qilish, Xitoylarni haydab chiqarish haqqimiz, hatto majburiyatimizning borligini butunlay unutib, go'yo mushundoq bo'lishga tegishlikdek ko'nib ketamiz. Bu mangu yo'qolish demakdir. Bu naqadar qo'rqinch. Shuning uchun mazlum elning qarshiligi dushmandan ma'lum foyda undirib olish yoki dushmanga ma'lum shikast yetkazishdan ko'p, shu mazlum millatning o'z milliy ro'yini yanglashdan iborat bir natijani beradi. Shunga bundaq harakatlarni kutgan natijani bermaydigan deb tashlab o'tmaslik kerak. G'ulom Osmon apandining Google nomli romanidan ilindi. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni köynələr üçün köp rəhmət. Kelər qitimki programımız görüşkəcə Allah'a emanet bolğaysızlar.